Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabinlar. Videorolik kengroq tarqalishi uchun o'z hissangizni qo'shgan holda videorolik ostiga bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. Bu voqea Arabiston yarim orollarining viloyatlaridan birida, ya'ni Asirning poytaxti Abhada sodir bo'ldi. Shom namozini ado qilib bo'lgach, qiz oynaga qarab pardoz qilar. Nikoh to'yiga o'zini tayyorlash uchun qordek oppoq kelinlik libosini kiyar edi. Shu asnoda u xuftonga aytilayotgan azonni eshitib qoldi va unga tahoratsizlik etganini esladi. U onasiga, "Oyi, men tahorat olib namoz o'qishim kerak" dedi. Onasi bu so'zlarni eshitgach hayron qolib, "Esing joyidami? Seni pastki qavatda mehmonlar kutishyapti-ku. Tahorat olsang, yuzingdagi makiyajing hammasi rasvo chiqadi-ku. Qalamlaring, tushlaring oqib tushadi. Bas, yetar. Men sening onangman va ayni damda namozingni o'qishing shart emas. Allohga qasamki, agar tahorat olib makiyajlaringni buzsang, qattiq xafa bo'laman" dedi. Qiz shunda muloyimlik ila javob qilib dedi: "Oyijon, Allohga qasamki, men bu xonadan namozimni ado qilmay chiqmayman." Onasi jahl qilib, "O'zi shundoq ham vaqt oz. Namozdan so'ng yana pardoz qil desam, hatto uni o'qishingga ham vaqt yo'q-ku. Seni pastda mehmonlar intizorlik bilan kutishyapti. Qanday qilib sen ularning oldiga makiyajsiz tushmoqchisan? Qiz bola kelin bo'lganda ochilib ketishi kerak. Makiyajsiz ularning ko'zida chiroyli kelinlik tasavvurini qoldira olmaysan. Ular keyin sening ustingdan mazax qilishadi." Qiz onasidan jilmayib so'radi: "Oyijon, siz meni mana shu jonli maxluqlarning ko'zida chiroyli ko'rinmasligimdan qo'rqyapsizmi? Unda meni yaratgan Xoliqning huzuridagi ahvolim qanday bo'ladi? Men shundan qo'rqamanki, agar men namozimni o'tkazib yuborsam, uning oldida men chiroyli bo'la olmayman" dedi-da tahorat olishni boshladi. Yuzidagi barcha makiyaj uchun surtilgan bo'yoqlar oqib tushdi. Keyin u namoz o'qishga kirishdi. Sajdaga borar ekan, bu uning oxirgi sajdasi ekanligini bilmasdi. Ha, u sajdaga borganda nafas olishi to'xtadi. Robbisining itoatida mustahkam turib olgan muslima ayol uchun qanday ham buyuk maqomdagi hayot sahifalarining go'zal yakuni. U hayotining shunday muhim kunida ham Robbisi va uning itoatini birinchiga qo'ydi. Buning evaziga esa uning joni Allohga ibodatning eng ulug' holati sajdada olindi. U Robbisiga yaqin bo'lishni xohladi. Alloh esa uning ruhini o'ziga eng yaqin holatdaligida oldi, sajdada.